Namangan aeroportida 4 ta samolyot qo'na olmadi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Vodiydagi noqulay ob-havo sharoiti kuchli qor yog'ishi tufayli 23-yanvar kuni bir nechta reyslar muqobil aerodromlarga yo'naltirildi. Uzbekistan Airports matbuot xizmatining xabar qilishicha, S7 Airlines aviakompaniyasining Irkutsk-Andijon yo'nalishidagi S763-11 reysi ekipaji O'shdagi muqobil aerodromga yo'nalishga qaror qildi. Mahalliy vaqt bilan soat 00:01 da qo'ndi. Air Samarkand aviakompaniyasining Jidda-Namangan yo'nalishidagi 9S5010 reysi ekipaji Samarqanddagi muqobil aerodromga yo'nalishga qaror qildi. Mahalliy vaqt bilan tungi soat 12:27 da qo'ndi. Ural Airlines aviakompaniyasining Yekaterinburg-Namangan yo'nalishidagi U629-13 reysi ekipaji Samarqanddagi muqobil aerodromga yo'nalishga qaror qildi. Mahalliy vaqt bilan tungi soat 12:40 da qo'ndi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining Samara-Namangan yo'nalishidagi HY9806 reysi ekipaji Toshkentdagi muqobil aeroportga yo'nalishga qaror qildi. Mahalliy vaqt bilan soat 04:11 da qo'ndi. Flyvon Asia aviakompaniyasining Madina-Namangan yo'nalishidagi 7Q4452 reysi ekipaji Toshkentdagi muqobil aeroportga yo'nalishni o'zgartirishga qaror qildi. Mahalliy vaqt bilan soat 06:05 da qo'ndi. Uzbekistan Airports matbuot xizmatining xabar qilishicha, 9:30larda e'lon qilingan axborotida ayni paytda Namangan xalqaro aeroporti odatiy rejimda ishlayotgani bildirilgan.